Lekinjon Turdimovda zo'r gapi bor-da. Samarqand viloyat hokimimiz edi. Biz deydi, eng zo'r mebellarni deydi mehmonxonaga qo'yamiz deydi. Eng zo'r yoritish tizimlarini ham mehmonxonaga qilamiz deydi. Oddiy mebellar uyga. Mebel ham qilmaymizki, palasda bolamiz dars deylik. Yerda yotib, bitta ko'rpacha bittasi qo'yib dars qiladi deydi. Bolamizga shuni qilib. U mehmonxonaga 1 yilda 2 marta, 3 marta yoki 1 oyda 1 marta kiriladi. Quruflab qo'yiladi. Ha, shu muhitda ta'lim oluvchi bolamizga qilaylik degan gapi bor. Ana shunday ota-ona shuni qilishni o'rganishimiz kerak. Biz nimaga qarab xarj qilyapmiz, nimadan tejab qolayotganimizni anglab yetishimiz kerak ota-ona sifatida. Qayergadir xarj qilib qo'yapmiz-ku hisobsiz. To'ylar. Ha, qasr qilgan uyimiz kerak emas. Bizga qasr bola kerak. Bolaga beraylik, qasrga ketgan mablag'imizni tikaylik. Qasrga qurish uchun oqshom bilan o'ylab o'tkazgan vaqtimizni bola bilan shug'ullanishga o'tkazaylik. Erta o'sha qasr bizga, to'g'rimi? Albatta, shu chunki u bizga erta kelajakda qasr qurib beradigan inson shu bo'ladi. Yoki biz qurgan qasrni yo'qqa chiqaradigan inson ham shu bo'ladi.